Aynan sezon yonib turgan paytida sizlarni lazer stanoginglar 1 soatga ishlashdan to'xtasa ham sizlarga ancha-muncha ziyon olib keladi. Ko'pchilik savol beribdi, lazer stanoklarimiz sezon paytida qizib ketyapti, ko'p vaqt uzluksiz ishlamayapti, nima qilsak bo'ladi deganlar uchun bu videomiz maxsus. Hurmatli obunachilar, avvalambor lazer tanlayotgan paytingizda lazerning istochnigi bilan lazerning golovkasiga e'tibor beringlar. Men sizlarga ko'rsatayotgan hozirgi uskunalarım aynan sizlarning muammolarga yechim bo'la oladi. Bunda lazerning istochnigi Raycus brendiga tegishli bo'ladi, lazerning golovkasi esa Raytools bo'ladi. Bu ikkalasi birgalikda kombinatsiyada juda ham ajoyib ishlaydi va metallarni silliq, ortiqcha uzorlarsiz kesish uchun buni servomotorlari Delta brendiga tegishli bo'ladi, reduktorlari esa yaponskiy, ya'ni Shimpo bo'ladi. Aynan ushbu komplektatsiyani sizlarga zo'r ishlab berishligi uchun bunga qo'shimcha uskunalar ham olishinglar kerak. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu uskunalarning komplektida shu uskunalar bor. Ya'ni Hanley brendiga tegishli bo'lgan 3000 modeldagi suv bilan sovutish chillerlari, 50 kilovatli stabilizatorlar hamda havo tortish moslamalari va sizlarga qo'shimchasiga umuman kabelsiz, simsiz ishlaydigan boshqaruv pulti ham qo'shib beriladi. Aynan shu turdagi uskunalar sizlarga ham kerakmi? Aynan shu uskunalarni 2 yilgacha rasmiy kafolati ham bor. Bemalol bosh og'riqsiz uskunalarni xarid qilsanglar bo'ladi.